Siz M6larga propan qo'ymoqchi bo'lsangiz, shu ma'lumotni bilmasdan turib propan qo'yishga har qandayga shoshmang. Aka, takroran aytib o'tamiz, bu avtomobillarga eng optimal yechim baribir propan bo'ladi. Chunki siz propanda 98 aksimda yurasiz, даже siz quyib yurgan 92, 95 benziningizdan zo'r yuradi. Faqatgina siz ustonovkani to'g'ri qilishingiz kerak. Va yana bitta nozik joyini aytib o'taman. Har doim ustonovkadan keyin, har 2 oydan keyin mana shuni 2 oydan keyin 2 rezonani tortib qo'yishingizni so'raymiz. Bizda oldimizda ustonovkaga ketganingizdan keyin yo'q, buni tortmayman deydigan bo'lsangiz, propanni hidi saloningizga to'lib qolishi mumkin. Nimaga birdaniga yaxshilab qotirib tashlamaysizlar, qotirib deydigan bo'lsangiz, qisib deydigan bo'lsangiz, yo'q, zapravkadan keyin buni qilish kerak. Ya'ni bir 5-6 ta yoki 10 ta zapravkadan keyin 61 talik balon, shunisidan 2 rezon tortib qo'ysangiz, propanni hidi chiqmaydi. Xo'p, oldi qismiga keladigan bo'lsak, podkapot ostiga mana shu motorni 100% zo'r qilib yurg'izib bergan оборудованиялар bilan yig'ib beramiz. Ya'ni Yevropa gaz bilan ahamiyat berib qo'ying. Qaytarib o'tamiz. Bu qo'yib bergan Yevropa gazimizda poddelka variantlari yo'q, suv sirkulyatsiyasini ham ideal joydan olib, kafolati bilan ustonovka qilib beramiz. Agarda sizda havol M6lar bo'lsa, bemalol o'zimizga olib keling, garantiyasi bilan ustonovka qilib beramiz. Tanlovda adashmaymiz. Bu avtomobilga ko'pchilik bizdan so'rashadi, metan qo'ysam bo'ladimi? Da, qo'ysangiz bo'ladi. Faqatgina o'sha gaplar, ustonovkani to'g'ri qilsangiz bo'ldi. Metan qo'yasizmi, propan qo'yasizmi, ikkalasida ham bu o'zimizda atmosferniy motor bo'ladi. Shuning uchun ikkalasida ham zo'r yuradi. Faqatgina har doimgidek o'sha gap, siz video obzorlar hammasini ko'rib chiqing. Ya'ni havol M6lar o'zi uchun qo'ygan metanlarim ham bor. Ya'ni o'sha video obzorlardan ko'ring, metanmi, propanmi, o'shanga qarab bizga bemalol lokatsiya va ma'lumotni olishingiz mumkin va nomerda. Pastda raqam qoldiramiz. Sirdaryo Metan Gaz, ishonchli, sifatli xizmat. Qaytarib o'tamiz. Siz bizda faqatgina sifatiga klient bo'lasiz. 24 ga 7 tanlovda adashmaymiz.